Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Oldi bilan xabarlarimizning muhim mazmunlarini tanishtiramiz. Lager shahidi Gulzira O'rqan qizi lagerga tekshiruvchilar kelishdan burun chashlarimizni bo'yatqizdi dedi. Sigal Samoil Uyg'urlarni bostirishga munosabatlik 8 savolga javob berdi. Cho'shqi vabosi Xitoyning cho'ng bosh qatinchiligiga aylandi. Abu Zabida o'tkazilgan erkin chilish bo'yicha dunyo musobaqasida Uyg'ur o'smirlari dunyo chempionligiga erishdi. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları olsun. Erkin Asiya radiosu xəbərdə ötən ilin axırı Uyğur rayonundakı yığılış lagerdən qoyub itilgan və növbətdə Qazaxıstanda yaşayotgan Gulzira O'rqan qizi 29 aprel YouTube kanalında tunji qatim guvohlik bayonot e'lon qildi. U bayonotida 2 yildan ortiq yotgan G'uljin oilasidagi bir lagerning ichki ahvollari haqida tafsili ma'lumot berdi. Gulzira O'rqanning fosh qilishicha har qatim lagerga tekshiruvchilar kelganda lagerdagilar o'z ahvoli haqida yolg'on so'zlashga majburlangan. O'qituvchilar uylaridan tashtaklik gullarni olib kelib, lagerni vaqtliq bezigan. Hatto lagerdagi bir qism ayollarning chochlari bo'yalgan. Lager shohidlaridan Ömerbek Ali, Mehrigul Tursun, Gulbahor Jelilova va Sayragul Saidxonlardan keyin yana bir guvohchi o'ttirg'i chiqdi. Tunugun YouTube'da guvohlik bayonot e'lon qilgan 5-guvohchi Gulzira O'rqan qizining bildirishicha, lagerlarni tekshirishga har qatim odam kelganda ular kulib turishga, tekshiruvchilarga tabassum bilan beqishga majburlangan. Türme hayatını baştan keçiriyotgan bolsa-mu, lekin o'zining kasbiy tarbiya ko'rayotganligi va bu o'rindan rozi ekanligini deyishga buyurilgan. Lagerda quruq ko'rish va xemir bilan oziqlanayotgan bolsa-mu, har kuni qo'y va kala go'shida beqilayotganligini deyishga zo'rlangan. Hatto tutqunlarning ruhiy kayfiyati va taqturqini tamoman farqli ko'rsatish uchun tekshiruvchilarga ko'rinadigan ayollarning chechini bo'ygan. Xitoy doiralari yaqindan buyon xalqaro jamoat fikrining besimi bilan bir qism tekshirish o'maklarining Uyg'ur rayonidagi lagerlar ustida tekshirish olib berishiga yo'l qo'ygan. Ammo tekshiruvchilar kishilik huquq tashkilotlarining doklatidagidan farqli manzara bilan uchrashgan bo'lib, tekshiruvchilar bu yerda erkin ozoda yashayotgan va o'z ahvolidan mamnunligini bas-basda bayon qilgan. Naqsha aytib usul o'ynayotgan 22 yosh bilan 40 yosh orasidagi kasb o'rganayotgan atalmish baxtli yoshlarni ko'rgan. Shahid Gulzira O'rqan qizi bu guvohlik bayonotida yuqorqi manzilning saxt ekanligini fosh qilib qolmasdan, balki yana Xitoy doiralarining lager haqida davlat ichidagi tashviqotining saxtligini fosh qildi. Ma'lum bo'lishicha 2017 yil 17-iyulda lagerga akirib ketilgan Gulzira O'rqan qizi 2018 yil oktyabrda lagerdan qo'yib berilgan bo'lib, Qozog'istonga ketishiga yo'l qo'yilmagan. U G'uljida o'tkazilgan bayroq chiqarish yig'inlarida o'zining lagerdagi kashmishi haqida saxta doklad berishga, o'zi og'ir azob chekkan bu lagerlarni maqtashga, Xi Jinping va Xitoy Kompartiyasiga rahmat aytishga majbur bo'lgan. Gulziraning guvohlik bayonotida ma'lum bo'lishicha, Gulzira asli G'uljin oilasidan bo'lib, u yo'ldoshi va qizi bilan birlikda 2014 yil Qozog'istonga ko'chib kelgan. O 2017 yil iyulda yurtiga qaytganda G'uljin oilasining Beysanbo degan yerdagi lagerda turganligini tilga olgan. Amerikadagi Vox jurnalining kasbiy yozuvchisi Sigal Samoil o'tgan yildan boshlab maxsus Uyg'urlarning tutqun va bostirish obyekti bo'lishga munosabatlik ichki va tashqi sabablarni tekshirayotgan edi. 26 aprel kuni u maxsus suhbat programmasiga taklif qilinib, o'zining izlanishlari asosida 8 cho'ng savolga javob berdi. Sigal xonim buningda oldi bilan Xitoy hukumatining g'oyat miqdordagi neft, tabiiy gaz qatorliq yer osti boyligi bo'lgan hamda bir balvoq bir yo'l qurilishi uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan Uyg'ur diyorining Xitoy qo'ldan chiqib ketmasligi uchunla navbatdagi millionlagan kishini lagerlarga solash qilmishining sodir bo'layotganligini tushuntirdi. Shundaqla lagerlarda zodi nimalarning bo'layotganligi, bu joydagi qabihliklar haqida tashqi dunyoning ko'p narsa bilib ketmaydiganligini, Xitoy hukumatining lagerlarni kasbiy tarbiyalash maktabi deb tashviq qilishining bir qism kishilarni qaymoqtirib qo'yayotganligini, bu maktablarning amaliyotda shakli o'zgargan turmush ekanligini bayon qildi. Suhbatda asosliq muhokama qilingan yana bir nuqta Uyg'urlar duch kelayotgan zo'r ko'lamlik bostirishga dunyoning qanday inkos qaytirishi bo'ldi. Bo'libmi Uyg'urlar bilan o'xshash dinniy e'tiqodga ega musulmonlar dunyosining Uyg'urlar uchun o'ttirib chiqmaganligi, Xitoyning iqtisodiy jihatdagi ustunlikka tayanib, G'arb dunyosidagi bir qism ellardan boshqa musulmonlar dunyosini Uyg'urlar haqida zuvan surmas qilayotganligi anglag'uvchilarni hammadan bek hayron qoldirdi. Bu haqdagi munosabatlik ahvollarni bayon qilganda Sigal xonim G'arb dunyosida islom vahimasi sababidan Xitoy Kompartiyasi islom dinini ruhiy kasallik, zaharlik o'sma degandek sifatlar bilan atagandimi, G'arb dunyosidagi bir qism kishilarning buningdan g'alatilik his qilmaganligini ta'kidlab o'tdi.
Xitoyda 2018 yil avgustdan boshlangan Afrika cho'chqa vabosining tarqalishini hozirgacha kontrol qilolmagan bo'lib, oldingi hafta Wall Street jurnali va New York vaqt gazeti bu haqda ayrim doklad e'lon qilgan. 8 oydan beri Afrika cho'chqa vabosi Xitoyning barliq o'lkalarga tarqalgan bo'lib, bu necha 10 yildan buyon Xitoyda yuz bergan eng og'ir chormal kasalligi ofati hisoblanadigan. Cho'chqalar yuqumlanib o'lganlikdan yoki o'ldirilib bir taraf qilinganlikdan Xitoydagi tirik cho'chqa zaposi o'tgan yildagidan 40 million tuyoq azlab 20 yildan buyongi eng tuvan chekka tushgan. Tadqiqotchilarning mo'ljariga asoslanganda bu yil Xitoydagi tirik cho'chqa zaposi 200 million tuyoq azlab ketgan. Garchi masala nihoyat og'ir bo'lsa-mu, Xitoy doiralari yana vaziyatni yoshirishga tirishgan. Chorva egalari o'lgan cho'chqalarni daryolarga tashlab, o'z xohlagancha bir taraf qilishga boshlagan. Xitoy dunyodagi eng cho'ng cho'chqa go'shti bahasi va asosli iste'molchi bo'lib, bu qitimliq kasal ofati Xitoydagi cho'chqa go'shti bahasining o'sishini keltirib chiqargan. Bu sababli Xitoy pulining pul bahollik nisbati yaqinqi 5 oy ichidagi eng yuqori saviyaga yetgan. Xitoyning Amerikadan ko'plab cho'chqa go'shti import qilishi mo'ljallangachga, Amerikadagi cho'chqa go'shti bahasi o'sishga boshlagan. Afrika cho'chqa vabosining hozirgacha unumli davolash usuli va vaksinasi yo'q ekan. 20 apreldan 26 aprelgacha Arab Birlashma Xalifaligi poytaxti Abu Zabida Braziliyacha jiu-jitsu, ya'ni erkin chilishish va mushtlashish bo'yicha dunyo musobaqasi bo'lib, uningga 100 dan ortiq davlatdan 7000 dan ko'proq tanarkatchi qatnashgan bo'lib, Qozog'iston Uyg'ur qiz yigitlaridan musobaqaning birinchi kunida Adilam Hoshirova, Aminam Mashurova, Gulminam Iminova, Tomoris Bekmurdan qatorliq o'smir qizlar dunyo chempioni bo'lgan. Nur-Sulton shahrida yashayotgan Alyanis Braziliyacha jiu-jitsu akademiyasining raisi Armanjan Rozaxonovning bildirishicha, jiu-jitsu bo'yicha dunyo bo'yicha musobaqasi Abu Zabida har yili o'tkaziladigan bo'lib, uningga dunyoning har qaysi mamlakatlaridan minglagan kuchli tanarkatchilar qatnashib turdi ekan. Musobaqaga qatnashayotgan Qozog'istonlik tanarkatchilar sonining yildan yilga ko'payayotganligini bildirib, bu yilning alohida utuqliq bo'lganligini ta'kidlab, komanda qurilib hozirgacha 24 oltin medal, 10 kumush medal, 27 mis medal, jami 61 medal oldik. Bu yillik musobaqada Anvar Diaz, Mashurova Aminam, Rozayeva Yasmina va Iminova Gulminam qatorliq 4 nafar tanarkatchi ayrim 4 oltin medal va boshqalar 4 kumush medal, 3 mis medalga erishdi. Komanda tanarkatchilarimizning ko'pinchisi Uyg'ur bolalari. Uningdan boshqa Tungan, Qozoq, Rus, Ukrain, O'zbek, Qirg'iz bolalarimi bor. Hammasi bo'lib 130 odamga yetadi dedi. Ma'lum bo'lishicha, Qozog'istonda tantarbiya sohasida har xil tanarkat turlari bo'yicha musobaqalarga qatnashib, dunyo chempioni darajasiga yetgan Uyg'ur qiz yigitlari ko'p sonni egallaydi ekan. Xabarlarimizga ko'p rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.